Assalomu alaykum. Ertalab sahar chiqsam, mashinam monitor ishlamay qo'ygan ekan. Faqat bu ko'rsatib turadi, pastlari ishlamayapti. Radio ketyapti, hammasi ishlayapti. Men nima qildim? O'chirib yoqib ko'rdim buni. 20 sekunddan ushladim. Bu bilan bu ikkalasini tem bosib ushlab turdim. Zapustib. YouTube'dan qarasam bor ekan ruslarni informatsiyasi. Bu yerda bunaqa knopka bo'lar ekan. Bu knopka kichkina. Shu knopkaga temka kichikroq narsani olib turib, bitta bosdim. Mashina monitor перезапуск bo'ldi. Shu bilan ishladi. Kimga foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman.